Assalomu alaykum. Sog' salomatsizlar, birodarlar. Hozirgi kunda kelib borku, yosh u qariga birday xavf solib kelayotgan bir kasallik bor. Arterial gipertenziya va uni keltirib chiqaradigan salbiy omil bor. Insult, infarkt. Tushunyapsizlarmi? Bu yosh kattaga hozir yosh tanlamayapti, nabarotiga bu kasallik yosharib kelyapti do'stlar. Ana o'shanga bitta azaldan qo'llanib kelayotgan bir vosita borki, mana qarang. Mana archani shishkasi, shishki deydi. Shishka, ya'ni yong'og'i mana hozir pishib kelyapti. Ana shu vaqtda shuni oling, mana yulib olingda archadan. 20 ta yoki 30 tasini 1,5 litr 70% spirtga tashlab qo'ying 1-2 oy. Ana o'shan 10-15 tomchigacha insult olgan insonlar va insult olib bo'lgandan so'nggi holatdagi bemorlarga 100 gram suvga solib ichirsangiz, miyada qo'yilgan qonni pishob bo'lib ajralib chiqib ketishiga va xullas turli xillar yo'llar bilan chiqib ketishiga juda ham bir yordam beradigan vosita ekan do'stlar. Foydalaning bu narsani. Qonni suyultiradi, davleniyani tushiradi, nafas qismalagacha. Bosh og'riq, nevralgiya nevrozni ham davolaydi, xudo xolasa. Xullas foydalaning. Sog'lig'ingiz uchun juda ham kerakli narsa ekan, ayniqsa yosh ulug' insonlarga. Sog' salomat bo'ling. Allohga omonatsiz. O'zingizni asrang. Asosiysi xayr.